Karis kim u? Masjidga nima aloqasi bor karisni? Ana bu munofiq boyvachcha 200 so'm beradi. Musulmonmisizlar? Allohga qasam bilan aytaman. Hozir bir do'stimiz, bir akamiz bor, qarang. Masjid quriladigan bo'ldi mahallalarda. Masjidni buzib boshqa quradigan bo'ldi. Hashar yo'li bilan qurishligimiz kerak deydi. Mahallamizda eng katta fermer, bir 100 gektarmi qancha gektar yeri bor fermerlikka bo'ldim. Taqillatdim chiqdi. Nima gap? Aka, masjid qurayotgandik. Mana shu qabristonda yonida otangiz, onangiz yotibdi. Shu yonida masjidni buzib qayta qurmoqchi edik. Endi siz mahallamizning eng boy, eng to'qisiz, qo'lingizda nimasi bor? Bir umid bilan keldim, aka. Shunga yordam qilsangiz dedim. Xudo burnini tirishtirdi deydi. Burnini tirishtirdi. Bo'pti, hozir turib tur deb kirib ketdi deydi. Yarim soat 40 minut yo'q bo'lib ketdi deyapti. Endi bir normalniy summa sanab chiqyapti shekilli deb o'tirman deydi. Men shuncha paytdan beri taxlab bir haligi gulini guliga qilib, sortini sortiga qilib bir normalniy summa olib chiqadi desam, bir mahal chiqib keldi deydi. Qo'lida 200 so'm, mana uni olib duo qilib qo'yarsizlar deydi. 200 so'm. Torvuzim qo'ltig'imdan tushdi. Butun umidlarim uzildi. Mahallaning eng boyi 200 so'm bersa, qolgani nima beradi deb turibman deydi. Yana duo qilmaysanmi deyapti deydi. 200 so'mni qo'limga oldimda qo'lingizni oching dedim deydi. Qo'lini ochirib qo'yib 45 minut duo qildim deydi shu. 45 minut ota, ona, avlodlarni jannatni to'riga olib kirib qo'ydim, oilasini jannat to'riga. Yana bundoq turadi deydi. Qo'li og'rib ketdi, bundoq qo'lni tushirib yana bundoq qilib duo qildim. 45 minut ataylab duo qildim deydi. Ey Alloh, o'zing sabr bergin. Xudo shunga insof bergin deb ketdim. Nima qilarini bilmayman. Masjidni boshlab qo'yganmiz. Kim yordam qiladi? Bir maktabda birga o'qigan bir koreys sinfdoshim bor edi deydi. Bordim deydi. Bo'layotgan voqeani aytdim deydi. Hozir to'xtab turib kirib ketdi deydi. $4000 olib chiqib keldi deyapti. Mana buni ishlatib tur, yana beraman. Bir joydan keladigan pulim bor deb. Koreys kim u? Masjidga nima aloqasi bor karisni? Nima uchun masjid qurish kerak? Nima uchun masjidga dollar berish kerak u? Ana bu munofiq boyvachcha 200 so'm beradi. Mana bunaqalar munofiqlar birodarlar. Ertaga olib ketarsan, qabringga orqalab, qoplab, chemadonlarda bosib ketarsan, yonboshingga bir chemadon, yonboshingga bir qop qo'yib yotarsan, boshingga bir qop qo'yib yotasanmi? Kim nima olib ketdi? وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Ey banda, Alloh taolo senga rizq qilib bergan ne'matlardan, bulardan, mana bu rizqlardan Alloh yo'lida infoq, ihson qilgin. Erta o'lim soati kelib Azroil alayhisalom yoqangdan olib, qani endi ber jonni. Ketdik. Safar tugadi. Endi kafanniki, na cho'ntagi, na yoqasi, na yengi yo'q. Libosingni kiydi, endi yur, haqiqiy uyingga yur degan paytda, ey Parvardigor, menga fursat bergin. Menga rizq qilib bergan narsalaringdan bir insoq, ihson qilib, mana bu masjidlarga, yetimlarga berib olay, men ham solih insonlardan bo'lib qolay demasdan oldin ihson qilib qo'ygin deyapti Xudo taolo. Qo'lingizda bor bo'la turib bermayapsizmi? Bola chaqasidan ortganini bermayapsizmi? Munofiqlar toifasiga kirib qoladi. Siz bermoqchisiz, lekin yoningizdagi inson, qo'ysangchi, uni o'rniga mana bu qishni qilmaysanmi, mana bu maza qilmaysanmi deyaptimi? U munofiq. Undan qochinglar. Nasulloha fanasiyahum. Ular Allohni unutdilar deyapti. Qarang, Xudo asrasin. Allohni unutdilar. Va la takunu kallazina nasulloh. Ey bandalar, ey odamlar, Allohni unutguvchi bo'lmanglar deyapti. Allohni qaysi yo'l bilan unutamiz? Mana bugun alhamdulillah mana shu yerda bitta g'ayridin yo'q, rus millati yo'q mana shu yerda. Koreys millati yo'q yoki boshqa ingliz, fransuz millati yo'q. Hammasi musulmon millatimi? Musulmonmisizlar? Musulmonmisizlar? Nega bugun bomdod namozi o'qimaganlar bor oranglarda? Qaysi til bilan musulmonman deyapsiz?
musulmonchiligingizni qanday isbot qilib berasiz? Qani isbot qilib bering. Men bugun bomdod namozini o'qimadim, to'g'ri. Lekin men musulmonman dingda, kecha men 5 mahal namozni o'qimadim. Men musulmonman dingda isbot qilib bering. Guvoh ko'rsating, hujjat keltiring. Namoz o'qimasdan turib musulmonman deyishingiz shariatning qaysi qonuniga to'g'ri keladi? Qani aytingchi, qaysi qonuniga? Farzigami, vojibigami, mustahabigami, sunnatigami, haromgami, makruhgami, mubohgami, qaysi qoidasiga to'g'ri keladi? Xudoyam musulmonmisan deydi. Alhamdulillah musulmon deysizmi namoz o'qimasdan borib? Ro'za tutmasdan borib musulmonman deysizmi? Musulmon biz deyapsiz. Allohga qasam bilan aytaman, hozir bitta Allohning kalomini, Qur'oni Karimni olib keltirib, mana shu birinchi stoldan, mana shu o'tirgan joydan birma-bir beraychi. Birma-bir beraychi. Sura Baqaradan Alif Lam Mim zalikal kitab la royba fi. Ikkinchisi hudal lil muttaqin. Uchinchisi allazina yu'minuna bil g'oyb. Bir chekkadan o'qib chiqa olasizlarmi Allohning kalomini? Orada hech kim qolmasdan kelgan oyatdan ulab o'qib keta olasizlarmi? O'qiy olasizlarmi yo'qmi? Qanaqa musulmonman deyapsiz bo'lmasa? Qanaqasiga musulmonsiz? Men aldasam so'kasizlar. Haqqinglar bor. O'zinglarni aldasanglar kimni so'kasizlar? O'zinglarni aldamanglar, do'stlarim, birodarlarim. Bu halvo degan bilan og'iz chuchimaydi. Musulmonman degan bilan odam musulmon bo'lib qolmaydi. Musulmonni amalini ko'rsatish kerak. Amalda, xatti harakatingizda Janobi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam azon aytilingan paytda bir insonni Allohning baytlaridan bir Baytullohga, masjidga namoz uchun ketayotganligini ko'rsangiz, ana shuni komil musulmon ekanligiga guvohlik beringlar dedilar. Hayya alas solah, hayya alal falah, as-solatu xoyrun minan nawm deb so'pi bechora baqirib yotibdi. Bizlar uni eshitib turib, eshitmaganga olib ketyapmiz. As-solatu xoyrun minan nawm. Namoz uyqudan yaxshidir deyapti. Ha biz kunchuq-kunchuq qilyapmiz. Qanaqa musulmonsiz? Kecha aroq ichganlar yo'qmi oramizda? Kecha. Oldingi kuni, o'tgan hafta ichganlar yo'qmi? Yangi yilni kutib aroq ichganlar yo'qmi? Kecha to'y qilib, to'yida aroq qo'yganlar yo'qmi? Shu musulmonning ishimi? Musulmon qiladigan ishimi? Unda katta yo'lga chiqing. Shaharga qarab yuring. Vino, vodka degan do'konlar bor. Bormi yo'qmi? Bora? Kirib ko'ringchi, o'ris savdo qilyaptimi-ki? Rossiyadan kelgan o'ris savdo qilyaptimi-ki? Shu aroqni sotayotgan o'rismi-ki? Pivani sotayotgan o'rismi-ki? Vinoni sotayotgan o'rismi-ki? O'rismi? Ko'rdinglarmi? Kim ko'rdi? O'sha joyga borib ko'ringchi, o'rislar kirib olyaptimi shuni arog'ini?